Hammaga salom aziz do'stlar. Yaxshimisizlar, to'g'risizlar? Bugun men o'tgan safar obunachimiz so'ragan ekanlar. Streamdan keyin pojavlanuvchilarga shader qo'shishni. Bugun men sizlarga shuni o'rgatmoqchiman. Qarmamsam ketdik. Birinchi navbatda telefonga Google qidirib yozamiz. Xo'p. Pik 13 shaders. Mana shu. Keyin bu o'zi 16.5 deb yozsak. Mana shuga kiramiz. Birinchi chiqqan saytga. Kirsa mana shader o'zi reklama, hatto videolargacha bor. Chiroyli shader. Keyin buni pasoqqa tushadigan bo'lsak, bu yerda versiyani tanlaymiz 1.16 ga. Bu yerda chiqmayapti-yu. Mana Sildor shader, erish shader emas. Mana 1.16 dan 1.3 gacha bor. Shuni o'rnatamiz. Ustiga bitta bossak o'zi o'rnatadi, ochishni bosamiz. Mana shu. Mana shu fayl. Mana shu faylni ustiga bosib turib qirqamoqqa bosamiz. Undan oldin to'xtaydi. Bekor qilish bosib mana sizlarga mana bunday zarchiver degan ilova kerak bo'ladi. Buni Play Marketdan bemalol yuklab olsangiz bo'ladi. Kiramiz. Mana shu 3 nuqtani ustiga bosib tanlovlarga bosamiz. Keyin fayllar ro'yxati degan joy bor. 3-da. Shuni ustiga bosib berkitiladigan fayllar bor. Shuni ustiga bitta bosib qo'ysak, qo'shimcha fayllar o'sha bizga shader qo'shadigan faylimiz ham kelib chiqadi. Keyin mana fayllar ko'paydi. Keyin shu Sildor shader ustiga bosib turib qirqamoqqa bosamiz. Keyin bitta chiqib Android degan joy bor. Shunga kiramiz. Shunga bitta bosib data degan joy bor. Kirsak mana pastroqda hamma ilovalarimiz o'z fayli bor. Pastroqqa tushsak mana yerda pojavlanuvchi debug degan joy bor. Ustiga bitta bosamiz. Files. Mana shu Minecraft degan fayl o'zi standart chiqmaydi. Buni o'zi men ko'rsatgan o'sha fayl ko'rinmaydigan fayllarni yo'qib qo'ysak ko'rinadi shu. Ustiga bosamiz. Hop, mana bu yerda modlarim bor. Resource paklar bor, versiyalar bor. Mana Shader Parks degan versiyadan bitta tepada Shader Parks degan joy turadi. Shuni ustiga bitta bosib mana bu pastdagini bosasizlar. Keyin shu yerga fayl qo'shiladi, mana qo'shildi. Shu faylni mana endi bo'ldi. Endi Minecraftga kirsak bo'ldi. Hozir men pauzada Minecraftga kirib sizlarga o'zim ko'rsataman.
Xo'sh do'stlar, mana Minecraft bizga kirdi. Yana bitta narsa. Bu aynan Optifine versiya bo'lishi kerak yo Fabrik yo oddiy villani versiya bo'lishi kerak emas. Aynan Optifine versiya bo'lishi kerak. Xo'p, keyin sozlamalarga kiramiz. Videoga kiramiz va mana yerda shaders turadi. Va bizda mana shaders ham turibdi. Endi bu yerda nima qilamiz? Xo'p, bu yerda mana bu integralni yoqamiz. Mana boshda. Integralni yoqib, hop, yo'lga kiramiz. Keyin o'sha integralni yoqqanimizdan keyin mana bu nastroykalar ham yonadi. Bularni hammasini 0.5x dan qilib chiqsanglar yaxshi bo'ladi. Keyin yana bitta narsa, integralni yoqib yo'lga kirib, bo'ldi, mana shu shaderni ustiga shunday bitta bosib, shunga o'tkazib, downni bossanglar o'zi shader ishlaydi. Hammaga xayr, salomat bo'ling.